Maktabni o'tgan yil bitirganman. Bu mana bitiruv obrazim. Bugun sizga 25-mayda kiygan ko'ylagimning tarixini gapirib beraman. Qaytgancha profilimda makiyaj hamda soch turmagi haqidagi qismini topishingiz mumkin. Bitiruv kunimda aynan mana shu tarzdagi ko'ylakni kiymoqchi bo'lganman. Va 4 kun qolganda biz uni tikuvchiga tiktirmoqchi bo'ldik. Lekin ba'zi sabablarga ko'ra 2 kun qolganda tikuvchi tikib bera olmasligini aytdi. Instagramda shaxsan shu ko'ylakni ko'rganimda unchalik chiroyli ko'rmagandim. Ammo bitiruvimga 2 kun qolgandi va do'konga borib shu ko'ylakni xarid qilishga qaror qildim. Borganimdan keyin bu ko'ylakni kiyib ko'rsam, ko'ylak naqd bir razmerga menga qotdi. Keyin joyida buni boshqa tikuvchiga berib, peridelka qilish qarori keldi. Tikuvchini ham esa arang bir kunda qilib berishga ko'ndirdik. Aslida bu ko'ylakda boshdan beri korset yo'q edi va boshqa joylari ham kesib o'zgartirilgan. O'ylaymanki, aynan shu korset ko'ylakni yana ham nozik qilib ko'rsatib berdi. Bu obrazni referensini Coco Chanel filmidan olganman. Filmda Coco Chanel xonasidagi uzun pardalarni yechib, qora ko'ylakni shu tarzda obrazini to'ldirgan. Aynan shu ideyamni amalga oshirish uchun men Chorsuga borib 2 metr material xarid qilib, uni bir kunda tikuvchiga tiktirganman. Va shuni ayta olamanki, bitiruv obrazim orzuyimdagidek chiqqan. Bugun esa men bu ko'ylakda o'qishimizdagi konsertda chiqmanman. Sizga maslahatim, bitiruv obraz haqida vaqtliroq o'ylab qo'ying va hech kimning gapini quloq solmang. Qanaqa kiyinmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa kiyining. Chunki bu faqatgina sizning kuningiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.